Duvar kiramız. Sevgen civayımız. Yerde yatıp boş bana kılıp şu civayımızı yatalım şimdi. Oylarını yiyip. Her zaman da adamlarga halakt vermegen halda aslagina o'zimizni nimadan foydalanib o'zimizni bir necha yil deganda shu rubobni oldim. Menga Qashqar rubobi kerak edi. Bu qimmatli qildi, ololmadim. Yaqinda mana shu oddiy rubobni olib shundan foydalanib xursand qilib yuraman-da. Ko'nglimni ko'tarib yuraman men rubob. Chalib har zamonda kvartirada. Yaxshi rubob ekan. Qashqar rubobi olmoqchi edim endi. Uni olishga pulim bo'lmadi. Prostoy bo'lsa ham shundan o'rganib olsam, keyinchalik xudo xolasa olamiz, hammasi bo'ladi. Mani eng katta orzuyim hozirda o'qituvchi bo'lib, men ishlasam ham, lekin meni bitta orzuyim, meni eng xalqqa, elga qiladigan xizmatim bu shu san'at sohasida ishlagim, niyatlarim bor, shu yaxshi qo'shiqlar ijro etib, ustozlarning qo'shiqlarini davom ettirish. Mehriban atan daima bulsun degan şan şeref atan. Agar yana yoshlikka qaytganimda men san'at sohasini egallagan bo'lardim. Shu suv bormi? Issiq suv. bor. Kipitok qilib beraymi? Kipitok. Yo, nima roltinoq kelgan. Ha, bu qaynatib beraman. Kipitok. Ha, bo'ldi. Bemalol ichozam non bor, hamma narsa bor. Kesip to'g'ri joylar orasida elimizda hammasini olsangizdan bo'lmaydi. Bir xil kulish mumkin-da. Shu realniy narsalarni aytish kerak-da, to'g'ri qattiq. Yashirib mana shu darajaga keldik-ku. Naborat kirib to'g'rilarni aytib shu tushuntirsangiz yaxshi-da. Odamlar hali gapiradi. Nima bo'lmasa ham gapiradi. To'g'ri. Bari gapiradi. Shuning uchun to'g'ri yo'lda to'g'ri gapirib, nima qilib gapirganingizni zarari yo'q. Qolib qolasan. Men joy yo'q-ku, kvartira qimmat, shu yerda yotib, ertalab chiroyli qilib chiqib bo'ladi. Hammadan oldin turib, kalbida birinchi kelgandek galstuklarni taqib, oq ko'ylak bilan kiyib,
o'sha o'qituvchilar xonasidan kiyib olib, o'shaqa yechinaman. Yani hech narsa ko'rmaganday bo'lib turaman. Keyin bolalarim hammadan oldin kelasizmi deydi. Qayerda yashaysiz deydi. Ha, shu falan joyda deb qo'yaman. Juda erta kelasiz deydi. Nechida kelasiz deb qo'yaman. O'qituvchilar ham. Men shu yerda yuribman. Qanday erta kelaman? Shuni bir yozingiz. Kvartira bor, arzonroq. Turasizmi deydi. $100 deydi. $100 ham shu payt qimmatda. Keyin asl berdim. Hozir endi men любой joyga boraman, любой joyga siz olib borsangiz ham aka, bitta odam bor, bir amaki bor, aka bor. Shu san'atga qiziqadi, shunga yordam berib tursangiz, kirgizim qani deydi. Kirgizib o'tirsangiz, nechiga kirsiz deydi. Nima qildingiz shu paytgacha? Nima qildingiz shu paytgacha? Qara, yomon-da. Demak sen noto'g'ri qilgansan deyapti-da. Nima o'sha yoshlikda qilmading, 30 yoshingda qilmading, institut bitirganda qilmading, 28 ga kirganda endi san'at izlayapsan deyapti. Sen normal emassan deyapti. Nimani yomonlik qilgansan? Ko'rdingizmi? Bu odamlarga tushuntirish qiyin-da. Men san'at kollejiga san'at kollejiga bordim. San'at kolleji qiziqaman-ku mana, qiziqaman. San'at kollejiga bordimda direktorga uchrashmoqchi. Ochilib turdim, mayli dedim. Navbat kelib qolar. Navbat keldi dedi. 10 ta, 12 tadan keyin kirsam, nima ishingiz bor dedi. Aytdim, aka, men san'atga qiziqaman. Juda san'atni yaxshi ko'raman. San'atga qiziqqanim uchun siz oldingizga keldim. Nima ish qilasiz dedi. Men aytdim, bir shuyda qorovul bo'lsa. Qorovul qilsam, siz men shu qorovulga o'xshab. Men shu qorovulga smenaga kelgan kuni shu yerdagi bolalar repetitsiya qilayotgan paytda, ustozlar repetitsiya qilayotgan paytda zalga kirib, tomosha qilib, o'rganib, musiqalarni o'rganib, keyin men o'shalar ketganda o'zim chalib, notalarni o'rganib, ustozlar iltimos qilib, shu gruppalariga kirishib, keyin bayram tadbirlarda ular qo'shiq aytganda men ham qo'shiq aytsam, desam, ahmoq qilyapsanmi sen meni deydi. Qarang, ahmoq qilyapsanmi deydi. Aka, men shu san'atga qiziqqanim uchun aytyapman dedi. Meni yoshimga qaramang dedim. Buni basharamga qaramang dedim. Meni bunday qilmang. Siz mana ichimda o'ylamang, sirtimda o'ylamang. Ichim yonyapti dedi. Tushunmaydi. Bor dedi, boshqa joyda ishlaydi dedi. Qarang. Ha, mayli, mana qorovulga sizni olaman. Qorovul o'shaysiz, oyligi past. Mana shunchagina puli. Desam, men mayli demoqchiman. Yo'q, mana shu san'at sohasiga deb aytsam, hamma qarshilik qiladi. Hamma qarshilik qiladi. To'g'ri turadi. Aka, men shu gruppaga sizni to'ylarda yurasiz, ko'raman, eshitaman, zo'rsiz, mana deysiz. Meni bitta tanishingiz jo'natdi. Kim jo'natdi? Bojaliz jo'natdi. Sizni xotiningizni, singlisini eri men jo'natdi. Keldim, Erkin aka, meni ishga oling, aka, meni ishga olmang. Meni gruppaga oling. Men shu to'ylarda aytganingizda, men boraman, birga borib sizga yordam berib, to'yda siz 100 ta qo'shiq aytganingizda men bitta aytaman. Mayli, sizga xalaqit bermayman men. Faqat choy ichishga o'tirasiz mana. Ha, qo'shiq aytib, to'y kunida qornachib ketdi, o'tiring, endi bo'ling deb o'tirganingizda siz o'sha 10 minut o'tirsangiz, men 10 minutda ikkita qo'shiq aytsam, men juda ham xursand bo'lib ketaman aka. Sizga bir şey qilmayman, to'xtang endi men aytayin demayman. To'xtang, men ham aytishim kerak demayman. Siz choy ichayotgan paytingizda, tualetga ketgan paytingizda aytib turaman desam, yo'q deydi. Xalaqit berasan dedi. Qanday men xalaqit berishim mumkin? Nima qiladi dedim. Men sizga o'sha siz to'yga bordik, choy ichib o'tiribsiz. Meni kalongalarni mashinaga ortdim, kalongalarni mashinadan tushirdim, pullar chiyiga sochilsa olib chemodaningizga soldim, choylarni to'g'rilab qo'ydim, hamma piyolalarni chayqadim, kosalarni yuvib qo'ydim, joylarni taqlab qo'ydim, siz qo'shiq aytyapsiz. Chiroyli qilib qo'ydim, salfetga kirdim, salfetga olib borib
terlaringizni artib qo'ydim. Yana nima yomonlik bo'lsa, nima yomonlik bo'lsin? Bepul gap. Bepul qilish, men pul olmayapman. Puli kerak emas menga. Menda san'atni o'rgatadigan odam kerak. Men shunda yursam, u kishi keyin, aka chiqib endi siz ayting, nechaysan deb siz ovqatdan o'tirgan, muzikada o'tirdim, men aytsam, men aytib xursand bo'laman, men yosharaman, keyin kelib rahmat Erkin aka, barakat toping. Men hozir qo'shiq aytganimda siz meni bilmaysiz, men o'zim qush bo'lib uchdim aka. Osmonda uchdim men qo'shiq aytganimcha. Ana xalq ham aytyapti, xalq. O malades. Ana bor ekan Erkin aka bu shogirdni qaydan oldingiz? Zo'r ekan shogird deydi. Talantini qarang odam. Yana yig'lavordi ularni, yig'lavordi ana. Ana onam bilan keldim. Onam o'sha qo'shiqdan keyin yig'lavordi. Siz bu shogirdni qaydan oldingiz? Deydi unaqa. Ya aytadi. To'xta, gapga sen nima qo'shiq aytyapsan? Diploming bo'lmasa, notani bilmasan, rubob chalishni bilmasan, demasa kerak. Ya shunaqami xalq? Xalq unaqa emas. Xalq naborot izlayapti. O'ziga ko'nglidagi qo'shiqni izlayapti-da. Tibjik qiladi, ketdi, bo'lmadi qo'shiq. Izlayapti-da. Ko'rdingizmi? Biz bular nima deydi? Keyin bitta qo'shiq aytayotgan tarzda o'tirsam, bu hech qachon deydi nonini yeb o'tirgan nonini sizga bermaydi deydi. Men aytdim, non kerak emas dedim. Menga non kerak emas. Men to'ydan tushgan pulni bizga ham cho'zilgani bergin bizga. Demayman dedim. Menga milliard olmaysanmi? Menga pul kerak emas dedim. Mana bu ichidagi narsani chiqarish kerak, xalq kerak. Men qaysi tomonga o'ylayapsiz? Menga kerak emas. Men pulni nima qilaman? Men xalqni bilaman, o'zimni yengilligimni bilishimga. Tamom, menga bo'lsangiz kerak. Endi o'sha Erkin akaga aka endi men ham qo'shiq aytdim. Endi puldan cho'zing demayman agar men yilib ustozlik qilsam. Menda unaqa odat yo'q. Hech kim aytmaydi, qayerdan topib kelding buni? Diplom bormi? Yo'q. Nima bu? Matematika ma'lum. Yo'qot buni, matematika ma'lum. Qo'shiq aytadi. Demasa kerak. Agar bo'mish bo'lsang ham sen qo'shiqni zo'r aytsang farqi yo'q. Xalqqa uni grammatasi, diplomi, paxvalnisi kerak emas. Qaysi to'yda ko'rganim? Qo'shiq aytayotgan odamga to'xtatdi. Sen diploming bormi? Notani bilasanmi? Hech kim so'ramaydi. Men ko'rmaganman lekin shu paytgacha so'rab qolib. Qo'shiqni normada aytib, me'yorda aytib, yetkazib berdingmi, gaday bo'lmaysanmi? Farqi nima? Uni farqi yo'q. Shuni tushuntira olmadim. Hech kimga hayotda tushuntirib bera olmadim. Bironta odamga tushuntirib beraman. Hammasi endi nima kerak? Qo'y. Buni sen odam ichini ham qara, sen sirtiga qara, ichiga ham qara. Ko'ngliga qara, u nima xohlayapti? San'at kollejini direktori tushunmadi, san'atni hurmat qilish kerak bular. San'atkorlarni izlash kerak. Kollejdan bo'ladi, keyin ertaga qilib turadi-da. Qayda? Mani kollejimdan chiqqanmi deydi. Men kollejimdan chiqqan. Men istadim. Ko'rdingizmi? Girdi eshik olsam-da. Mayli, meni o'rgatmagan bo'lsam, zato shuni maktabdan boraman, shuni kollejdan borib qo'shiq aytaman. Sheyda ham shu mana, shuncha bayramlarda harakat qilaman aytishga, yo'q deydi, bu rus maktab deydi, menda qo'shiq aytmaydi. Qo'ymaydi. Mana bir bardamonda rubob chalib aytsam, qo'ying shunaqa qo'shiqlarni deydi. Men erta dushanba kun masalan, rubobni chalib o'tirsam, darrov shiqqib chiqaraman ayollardan bittasi. Qo'ying endi. Yoqmayapti deydi. Keyin odam nima qilasizda? Ziq bo'lasizda. O'zbekcha qo'shiq yoqmasa, senga faqat shu g'iybat yapadi. Senga nima yaxshi kerak, nima yaxshi kerak. Shu ikkidan birlashib qolasanda, g'iybat qilib, bunday deb g'iybat qilib o'tirasan, shuni ham yaxshi qo'shiqlar edi. Keyin asta chiqdi o'sha o'zing xohlaganingni eshitib, Alla Pugacheva, o, mana танцор диска, о, Джимми, ишte, пожалуйста. Lekin
o'zbekka to'xta deyish kerak bo'lsa, o'zbek bo'lib turibdi. Pul bermasa ham shu tekinga ham qo'shiq aytib yurardim shu kerakli joylarda. Hech kerak emas, shunday qo'shiq aytib, mazza qilib, xalqni dardini kuylab. Hozir ayniqsa odamlar ancha qisilgan, siqingan, har xil qiyinchiliklar tufayli birov u degan, birov bu. Shularga qo'shiq aytib, bir ko'nglini yumshatsan, ularga ham qiziqish bo'lsa, unutsa shu g'uborlarni chiqarib olsa deyman-da. Avtobusda o'tirgan odam dushman dedi, dushmansan dedi. Shu avtobusda bilan mana yomon ko'z bilan qarayapti-da. Bu dushman ekan-da. Keyin akajon, men o'qituvchiman, nima ham qilardim? Dushmanlik desam, siz deydi, xalq dushmanisiz deydi. Yo'q, qo'rqib ketdim. Bunday deydi. Aka, men sizga tanishib qo'yay deydi. Sizni to'yingizda ko'rgan ekan-da, men aytdim-ku, begona joyga to'yga borsam, 500 ta odamning ichida qo'shiq aytganda ular ko'rgan. Men to'yda odamlarni taniymanmi? Keyin o'sha to'yda ko'rgan ekan. Siz deydi menga aytgan, shuncha odam ichida san'atni, Xudo bergan san'atni yashirib yuribsiz deydi. San'at Xudodan beriladi deydi. San'at xotiningizniki emas, ota-onangizniki ham emas, katta xolangizniki ham emas. San'atni sizga Xudo xalqqa berdi deb bergan deydi. Siz xalqqa bermay qochib yuribsiz. Akajon dedim, gap yo'q dedim. Qani o'sha vazmoyingiz menga dedim. Qani, yuring hozir kollejga boramiz, men matematika darsi o'taman. Siz o'tirasiz, men matematika darsida qo'shiq aytaman dedi. Direktor shunday chaqirib qamoqqa tashladi. Direktor chaqirib oladi-da. Sen matematika darsida qo'shiq aytib berib, artistlik qilding deb qamayveradi. Nima qilishim kerak dedi. Menga endi o'shani matematika darsidan qutqarib olib chiqadigan odam bormi dedi. Odam bormi? Jon bormi dedi. O'zingiz harakat qiling. Buni to'g'ri aytyapman. Mana masalan, hozir shu yerda maktabdan astagina arza berib, bo'shasam, men ochdan o'lib qolmasam kerak. O'lib qolaman. Voy, o'lib qolmasam kerak. Mani Xudo o'zi beradi. Biz qo'rqoqmiz-da, qo'rqoq. Mana shu yerdan ololmayman o'sha 2 million, 3 million pulni, keyin men ko'chada qolaman. Qo'rqma deyapti. O'sha senga nimaga qarab intilsang, men seni pattishga qilib olib ketaman deyapti. Biz qo'rqoqmiz. Men sinab ko'rsin, masalan, ustoz odam, shu san'atga tushungan, notani biladigan odamlar bo'lsa, marhamat, men boraman, Xudo xolasa birga ko'rishib, tanishib, meni imtihon qilsin shu qo'shiq sohasida. Boshqa sohada qiyinchiliklar bo'lsa ham, lekin san'at sohasida men qiyinchiliksiz davom ettirishim mumkin. Chunki u Xudodan berganda, u talantni, u iqtidorni menimcha nima qila olmaydi hech kim. Har kim o'zini orzu niyatlariga yetish bu katta baxt. Eshitib qolsada jonim joylari jannatda bo'lsa, sal shu qo'shiqni aytish uchun qarshiliklar qilardi. Albatta bu ham qaysi ma'nodadir to'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin. Men endi juda ham nima qilmaganman. Aytma degan paytlari aytmasdan yurganman yoki biror joyda aytsam ham shu adamga, uydagilarga bildirmanglar, aytmanglar, meni qo'shiq aytganlarimni deb tayinlaganman. Kvartirada yashab, umrimni o'tkazyapman.
Bolalar bor, student ukalarim bor. Hammasi yaxshi. Şu sharoitlarim. Tumanli, yağmurlu, akkari tağlar. Seller senden keter, tuman to'xtamay. Odam yaratılmış beledli, pastli, akıllı, fikirli, ongli ve izli. Yigitlik çağında ayniyat fasli. Devr senden keter, devran to'xtamay. Yigitlik çağında ayniyat fasli. Devr senden keter, devran to'xtamay. Bir manzilga borib, xo'p yeb ichgan so'ng, bir manzilga borib, xo'p yeb ichgan so'ng, zanging tortarlar 4 kun kechgan so'ng. Üç günden artıkça mehman to'xtamay. Maftun qulu aytar barcha do'stiga, kim qarar tushmayin ajal dastiga. Ajal bir kun tortar yerni ostiga. Ajal bir kun tortar yerning ostiga. Ha, Latif. Hech kim yo'q-ku bu yerda. Nima qilasan? Albida hech kim yo'q-ku, turaverasan deydi. Nima ki? Ashni o'zi ketish kerak, bizga bir şey to'layapti. Ha, gap. O, bu yerda so'mga ketyapti hozir. Endi keyin eshitaversan, har kuni mana shu deyapti. Har kuni hali bayramlarga o 25-maygacha. Ha. O, qayerda yozib qo'yingchi, birga bo'ladi. Qo'ying. Instagramda. Bo'ldi, rahmat. Kelashamiz bizlar. O, Xudodan bergan shu narsani so'ndirib bo'lmaydi buni, chunki o'ja bo'ladi, qachon bo'ladi, masalan
o'sha amalga oshira olmasa, qarshiliklar ko'p bo'lsa, u keyin o'sha armon bilan yuradida, doim armonda bo'ladi. Men shuni qila olmadim, men shuni qilishim kerak edi degan armonda bo'ladi. Menda ham hozir shunaqa bor.